Sherzod aka, men 55-60 yoshdagi erkaklar bilan gaplashsam, hammasida deyarli bir xil savol: siyishdagi kuchanishlar, qiynalib siyishlar va tunda ko'p siygani chiqishlar. Bu o'zi qanday kasallik? Nima bilan bog'liq bu? Odatda yoshi katta erkaklarda deyarli juda ko'pchiligida prostata bezidagi muammolar boshlanadi. Bu prostata bezi adenomalari, prostata bezi yallig'lanishlari va eng xavflilari biz qo'rqadiganlar bu prostata bezidagi onkologiyalar. Odatda juda ko'p erkaklar kelishadi prostata bezini giperplaziyasi, ya'ni adenoma, xalq tilida aytganda adenoma qaysidir darajadagisi, ya'ni yoki boshlang'ich darajasi yoki o'rta darajasi yoki katta og'ir darajalarda shularda kelishadi. Demak, bemorlaringizda siz gaplashayotgan erkaklaringizda o'sha bular bemorlar. Bu bemorlaringizda desa ham bo'ladi, sababi siyishga qiynalish bo'lyaptimi? Bularda xotirjam aytsa bo'ladiki, ikkinchi darajali siyishda qiynalishlar. Prostata bezi adenomalari hozirda zamonaviy usullar bilan davolanyapti. Davolab bo'lmaydiganlarni o'sha zamonaviy usullar bilan operativ yordam ko'rsatilyapti. Oldinlari bunday bemorlarga qorindan bir qarishdan kattaroq kesib, bu juda og'ir operatsiyalar o'tkazilardi. Hozir bu operatsiyalar juda zamonaviy, hattoki bitta tix tegmaydi, bir yeringiz kesib 1 santimetr ham kesilmaydi. Umuman tabiiy yo'llar orqali kirib bu amaliyotlar amalga oshirilyapti. Odatda bu amaliyotdan keyin tiklanish ham oldingiga qaraganda ancha oson. Hozir demak, prostata adenomalarini davolash asosan operativ yo'lda amalga oshiriladimi yoki dorilar bilan ham qandaydir davolasa bo'ladimi? Albatta, dorilar bilan davolasa bo'ladi. Bu yerda siz boshda o'zingiz boshladingizki, bemorlarda siyishga qiynalish bu qay darajada? Bu yerda o'zi ko'rish kerakki, birinchida prostata bezining hajmlari kerak. Bir yevropalik urolog aytgandiki, bemor borda deyapti 50 gram prostata bezi adenoma. Bu deyarli operatsiya ko'rsatma emas. Lekin siyolmayapti. Ya'ni peshob qilolmayapti. Bu bemorga nima qilish kerak desa, bu bemorga operativ haqiqatda adenoma bo'ladigan bo'lsa, operatsiya yordam. Ikkinchi holat keltiryapti. Prostata bezining hajmi salkam 250 gram. Yoshi 90 ga kirgan otaxon. Siyishda muammosi yo'q, xotirjam siyapti. Bu odamga ham operatsiya qilasam deyapti. Yo'q, bu odamga emas. Bu yerda asosiy faktor shuki, odamga simptomlardan, ya'ni shikoyatlardan kelib chiqilgan holatda ish ko'riladi. Agarda bemor siyishda qiynalayotgan, kechasi 5-6 marta hojatxonaga chiqayotgan bo'lsa, hojatxonaga kirib oddiygina peshob chiqarib kelish uchun 10 minut, 15 minut, 20 minut kuchanib qolib ketayotgan bo'lsa, bu bemorlarni o'zi operativ davolash kerak. Ko'pchilik aytadi, 10 minut, 15 minutda kuchanib bo'lsa ham bu yakunlanyapti. Yo'q. Yoshi katta otaxonlarda aynan shu kuchanish keyinchalik bosh miyadagi qon quyilishlarga olib kelishi mumkin. Shunday bemorlarga biz o'sha operativ davolarni ko'rsatamiz. Agarda dizurik simptomlar, ya'ni siyishdagi, peshob chiqarishdagi muammolar unchalik murakkab bo'lmasa, yengil bo'ladigan bo'lsa, o'zida ko'rilganda grammlari ham juda katta bo'lib ketmagan bo'lsa, bunday prostata bezlarini albatta birinchida davolab ko'riladi medikamentoz usulda, balki u odamga dori-darmon o'zi kifoya bo'lar. Demak, shunaqa yoshli erkaklarga prostata adenomasi tashxisi qo'yildi va u operatsiyalar darrovda o'tkazilishi kerakmi yoki qaysidir operatsiyalarni yarim yil, 1 yilgacha kutib, qanchadir muddat davolab turib, keyin operatsiya qilinadimi? Qaysi holatlarda operatsiya qilinadi? Yana haligi boshlagan gapimizga, ya'ni bemorlarning shikoyatidan kelib chiqilgan holatda prostata bezining hajmiga qarang. Bemorlarimiz kelishadi, prostata bezi hajmi 70 gram, 80 gram bilan dizurik sindromlar unaqa, ya'ni peshob chiqarishdagi muammolar juda darajada bilinib ketgan emas. Lecheniya, ya'ni dori-darmon beradigan bo'lsak, ba'zi bir bemorlarimizga shu dori-darmon qanchadir shu odamning shikoyatlarini yengillashtirishga yordam beradi. Bunday bemorlarga biz odatda aytamiz, aka sizga operatsiya qilish ko'rsatma bor, lekin zarur, srochna qilish kerak deydigan holat emas. Bunday bemorlarga kutib turib, qanchadir muddat, 15 kun, 20 kun, 1 oy, 1,5 oy. Tekshiruvlardan so'ng, albatta bu narsani oldin tekshiruv qilib olishimiz kerak. Nimaiki bu yerda onkologik holat ketmayaptimi? Nimaiki onkologik holat ketayotgan bo'lsa, 15 kun, 20 kun ham biz o'zi ziyonimizga ishlashi mumkin. 15 kun, 20 kundan ham biz kech qolgan bo'lishimiz mumkin. Bunday holatlarda agar onkologiya bo'lmasa, bemorda shikoyatlari dori-darmonlardan ancha yengillaydigan bo'lsa, bu bemorlarga 15 kun, 20 kunga kutishga, operatsiyaga qo'pol qilayotganda o'zini tayyorlab olishga vaqt beramiz. Bemorlarimiz bor, umuman peshob tutilib qolishi bilan, umuman peshobga chiqolmay qolishi bilan keladi. Bu bemorlarga biz o'sha tekshiruvlar qilishimiz kerak. Agarda qovug'i hajmlari kengayib ketgan bo'lmasa, qovug'i hajmi normada 300 gram, 500 gram oralig'igacha, o'zi aslida qovoq hajmi 300 gram, 500 gramgacha CD to'plash mumkin. 500 gramdan u yog'iga muammoli. Agar qoldiq CDlar o'sha bunday bemorlarda 500 gram qoldiq CD qolib ketayotgan bo'lsa, bu bemorlarga operatsiya birdaniga qila olmaymiz. Hattoki bunday bemorlarga trubka qo'yib olib,
qovog'i hajmini kichraytirib olib, undan keyingina operatsiya qilamiz. Shunisi bilan xavfliki, prostata bezi, katta prostata bezlarida vaqtida qilinmagan operatsiyalar, vaqtida qilinmagan yordamlar keyinchalik operatsiyadan keyin ham bunday bemorlarda doimiy sidik tuta olmaslik holatlari yuzaga kelishi mumkin.